Siyosat nima? Dinda siyosatga qanday qaraymiz? Din o'zi siyosat, birodarlar. Bu kallavaram yer yuziga egalik qilaman deyotganlar dinni davlatdan ajratib o'tirishibdi. 1400 yil ilgari g'orda turib, Alloh taolo g'orda turgan payg'ambar alayhisalomga butun dunyoga siyosatni yuborgan. La ilaha illalloh dunyodagi eng katta siyosat. Xudodan boshqaga talpinish, Xudodan boshqaga suyanish, Xudodan boshqasidan so'rash, Xudodan boshqa hukm yo'q degani bo'ladi. Mana bu siyosat bu. Juda katta siyosatchilar, da'vatchilar. Xudoni siyosatini yurgizayotganlar da'vatchilar. Imomlar, xatiblar, muftiy qozilar agar bilishsa. Lekin u siyosatni mana bandani siyosatiga burishlik bo'lsa, bu xiyonat bo'ladi. Bu xoinlik. Iymondagi xizmatga, iymondagi buyruqqa xiyonat qilgan bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degani Xudodan boshqasi yo'q degani. Xudodan boshqa rizq berguvchi yo'q, Xudodan boshqa umr berguvchi yo'q, Xudodan boshqa baxt berguvchi yo'q, Xudodan boshqa kulfat berguvchi yo'q, Xudodan boshqa dard berguvchi yo'q. La hokimiyata illalloh. Xudodan boshqa hokimiyat yo'q. 70 yillik hokimiyat qonun, konstitutsiya nima bo'ldi? 15 ga bo'linib ketdi. 15 yildan keyingi, 70 yildan keyingi 13 yillik siyosat nima bo'lyapti? Bugun konstitutsiyani o'zgartirasan deb chiqishyapti. Xudoni hokimiyat, Xudoni siyosat. Qiyomat kadar Alloh taolo biz o'zimiz saqlab olamiz degan. Biz tushirib qo'ydik. Mana shu yo'l degan. Mana halol, mana harom, mana savob, mana gunoh, mana baxt, mana shaqovat. Xudo tushirib qo'ydi. Biz bu yo'limizni qiyomatga kadar o'zimiz saqlab olamiz deydi. Odamlar mehmon, mamlakatlar, hukumatlar mehmon. Keladi, ketadi, chiriydi, yangisini qilishaveradi. Mana o'tiraveradi. Mana haqiqiy siyosat bo'ladi bu. Siyosat din degani o'zi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh o'zi siyosat bu. Televizorda kufr yetakchilari xalifalik haqida gapirishyapti. Biz qanday shar'iy tushunishimiz kerak? Buning uchun soatlar kerakda, lekin qisqaroq gapirib qo'yamiz. Soatlar kerak. Yuqoriroqdan tushamiz. Alloh taolo yer yuziga bandalarni yaratdi. Undan ham yuqoriroqqa chiqsak, ilgari hech narsa yo'q ekan. Hech narsa yo'q ekan. Alloh qadim, Alloh taolo kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul xalqa dedi. Men bir yashirin xazina edim deydi Alloh taolo. Hech narsa yo'q edi. Bir o'zimni tanitishlikni xohladim. Fa khalaqtul xalqa. Xalqni yaratdim. Xalqni xalq qildim. Ikkinchi xalq degani yaratdim degani. Bandalarni xalq qildim. Shu bandalarga aql berib turib, meni tanitdim deyapti. Bo'lmasa suv, tog', yer, o'rmon, hayvonot yer yuziga Allohda bayon qila olmaydi. Inson Alloh taoloni bayon qiladi. Shuning uchun insonni yaratdim deydi. Endi shu inson, shu Allohni, shu qudratlarni qayerdan biladi? Payg'ambarni yubordi. Ani yer yuzidagi xalqlarda bitta boshlig'i bor. Bitta yetaklovchisi bor. U payg'ambar u. Payg'ambar vafot bo'layotganlarida o'rnilariga xalifalarni saylab olishlikni buyurdilar. Payg'ambar ketgandan keyin ishini payg'ambarlar davom ettirdi. Payg'ambar tayyor dasturda olib kelib berdi. Xalifalar boshqaradi endi. Xalifalar nima qiladi? Shaharlarga amirlarini qo'yib, har yili hajda to'plab,
ketayotgan ishda atrofdagi xalqdan so'rab oladi. Kofir buni tushundi. Kofir buni bildi. Bilib, bu musulmonlar xalifasini saylab olsa, butun yer yuzidagi musulmonlar unga bog'lansa, u yer yuzidagi musulmonlarda har shaharga amirlarini qo'yib qo'ysa, kofirlar enasini ko'rdi degani bo'ladi. Shuning uchun uni xalifalikda bino qilishlik emas, o'ylashlikni ham, gapirishlikni ham yo'qotish kerak deydi. Yo'qotib yuborilsa nima bo'ladi? Hamma mamlakatlarga diniy idorani qo'yib qo'yadi, diniy idora hukumatga bosh egadi. Hukumatda aytganini qiladi. Demak, musulmonlar bir bo'lmaydi. Musulmonlarning fikri bog'lanmaydi. Musulmonlar bitta xalifasini saylay olmaydi. Ammo xristian olami Rim papasi o'lib qoluvdi, 3 kun hammasi to'planib turib saylashdi. Xristian olami Rim papasini boshlig'ini saylashib oldi. Butun xristian diniga mansub podshohlar to'planib turib, ashitda tik turishdi saylangicha. Saylashib olib xotirjam ketishdi hammasi. Ammo musulmonlarning boshlig'ini saylamaslik kerak ular. Musulmonlar g'olib bo'lmaslik kerak. Bu juda katta siyosat. Bu juda ham katta siyosat. Buni aqli bor odam ham tushunmaydi. Buni siyosatni tushunadigan, dinni tushunadigan odam tushunadi buni. Tushunmaydiganlar, mana ular xalifalik qilamiz deyapti, u 15 asrdan nariyog'idagi narsa, bu bo'lmaydigan narsa. Xuddi shu kerakda kofirga. Musulmonlar o'zini o'zi shuna qilib yanchib turish kerak, to'xtatib turish kerak, tormoz qilib turish kerak. Ular manaqa sektalarga bo'linib ketish kerak. Da'vatchi-yu, hizbchi-yu, eshonchi-yu, diniy idora-yu, imomlar-u bo'lib bo'linib ketish kerak. Hammasini hamma yerdagi hokimi o'zi boshqarib turaverish kerak. Musulmonlar bosh ko'tarish kerak emas. Bu kofirning siyosati. Siz bilan biz musulmonlar juda g'o'rmiz, juda g'aflatdamiz. Juda ham g'aflatdamiz. Alloh bizga hamiz aka-ukasilar dedi. Innamal mu'minuna ikhwa dedi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an dedi. Allohdan tushgan bitta arqon bor dedi. Mana shu arqonga hammanglar osilinglar dedi. Hammanglar shunga yopishinglar dedi. Xudo buyurib turibdi. Hammanglar shariat islomga hammanglar yopishinglar deb turibdi. Biz bo'lib turibmiz-da. Kofir maza qilib bitta tepsa, biz ikkita tepib turib nariroq qilib tashayapmiz-da, yaqinlashish deydi. Birlashish qiyin bo'layapti. Hizbi ham sizni do'stingiz, da'vatchi ham sizni do'stingiz, imomlar ham sizni do'stingiz, eshonlar ham sizni do'stingiz, musulmonsiz emas. Shuni bilishmayapti-da. Shuni bilishmayapti. Xalifalik davlati hali 100 yil bo'lgan yo'q yo'qolganiga. Xalifalik davlati bo'lib turgan mahalda qog'oz chiqdi Damashqdan. Qog'ozni musulmonlar xalifa chiqardi qog'ozni yer yuzida. Bo'lmasa qog'oz degan narsa yo'q edi. Xalifalik vaqtida Ispaniya islom davlati edi. Andalus nomi bilan. Islom xalifasi ketgandan keyin 1 million musulmonni o'ldirib tashlashib turib, xristianlikka boshlashvardi Yevropa. Uning uchun avval xalifani o'ldirishdi. Xalifani yo'q qilishdi. Agar xalifa turib, mana bu kofirlarga qarshi jihad desa, hammani gardaniga vojib bo'ladi. Hamma musulmon o'rnidan turadi. Kofir shundan qo'rqadi. Kofirga shu narsa musulmonlarda shu bir bo'lib qolishligi kerak emas. Butun dunyodagi musulmon davlatlarning boshlig'i ham xohlamaydi buni. Xalifalik davlati bo'ladigan bo'lsa, hech qaysinisi podshoh degan nom qolmaydi. Prezident degan nom qolmaydi. Shahar boshlig'i hokimi bo'ladi, xalifaga bo'yin egadi. Mulk
Mana bu dunyoni mo chekkasidagi mana bu mulk butun dunyoga taraladi. Bitta narx bo'ladi. Neft butun dunyoga tarqaladi. Eng dunyoni bitta chekkasidagi qishloqqa borsangiz ham litri bir xil bo'ladi. Million odam yashayotgan shaharda ham neft narxi bir xil bo'ladi, benzini. Tilla bir xil bo'ladi. Paxta bir xil bo'ladi. Bug'doy, Qozog'istondan chiqqan bug'doy hamma yoqqa tarqaladi. Narx bitta bo'ladi. Mana bu non, mana bu Afrika davlati deylar, nonsiz ozib, tozib o'lib ketmaydi, non unga ham yetib boradi. Gaz siz bilan bizga ham yetib keladi. Ko'chaga chiqilsa, gaz, paxta, bug'doy, tillo, hamma narsa bir xil bo'ladi. Xalifa shunday qilib taqsim qilib qo'yadi. Kofir nima qiladi? Jizya to'laydi. Jizya to'lab turib, o'zini kufridagi ishini oshkora qilmaydi. Arag'ini ko'chada ichmaydi, uyida ichadi. Ko'chada hijob bilan yuradi ayollari. Hammaga shaytoniy nazar bo'lmaydi. U ham maza qilib yashaydi. Hozir musulmon va kofir hammasi dahshatda yashayapti. Unda hamma xotirjam yashaydi. Mana bu musulmon davlatida yashayotgan bitta kofirni haqqini bitta musulmon bermayotgan bo'lsa, xalifa musulmondan kofirga undirib beradi. Undirib beradi. U jizya to'layapti deydi. Uni haqqi bor deydi. Nimaga aldading deydi. Haq to'g'risida talash tortish bo'lmaydi. Uni bitta xalifa qiladi uni. Pop qilolmaydi uni. Rim papasi qilolmaydi uni. Xalifa qiladi. Xalifa o'zini bola chaqasiga yegulik narsani oladi Baytul moldan. Mehmoniga yarashasini oladi. Zapas ololmaydi. Akayib ketib qolsa orqasidan 2 milliard dollarni undiramiz deb nima qilinmaydi. 2 milliard emas, 2 ming dollar ham ololmaydi. Xalifa o'zini bola chaqasiga yarashasini oladi, mehmoniga yarashasini oladi, ortiqchasi harom islomda. Harom. Ihtisoblar uni hisoblab qo'yishadi. Mana bu narsani podsholar ham xohlamaydi hozir. Musulmon davlatini podsholar dunyo bo'yicha xohlamaydi buni. Chunki hamma nafsi bilan yashayapti hozir. Adli bilan, iymoni bilan yashamayapti. Bunda iymoniy muhit bo'ladi. Iymoniy muhit bo'ladi bunda. Bu juda baland gap bu gap.